Endi siz bilan eng oxirgi qadam savdo qilishimiz uchun broker o'sha brokerdan ochilgan hisobni MetaTrader 5 ga ulashda ko'rib chiqamiz. Demak, brokerdan hisob ochish uchun Telegram kanalda zakrepleniylarda bizda tavsiya qilingan broker bor. Tavsiya qilingan brokerdan shunday bosib kirishingiz ham mumkin yoki linkni olib xohlagan brauzeringizga solasiz. Xo'p, quyidagi ekran chiqadi. Registratsiya bo'limiga kirasiz. Registratsiya bo'limidan sizdan so'ragan ma'lumotlarini kiritasiz. Taxminan quyidagicha. Demak, parolda bo'lishi kerak 8 tadan 15 tagacha. Keyin bitta katta harf, bitta kichkina harf, bitta raqam, qanaqadir special character, nuqta, shunga o'xshagan holat. Xo'p, bo'ldi, continue qilasiz, kirasiz. Menda bu borligi uchun kirmadi. Endi men shunday kirib ketaveraman. Email ochganingizda o'zi boshqa ekranga o'tadi. Siz asosiy ekranga qaytib turib, sign in qilib boshqatdan kirasiz. Xo'p, kirganingizda chap tomonda mana akkauntlarim, deposit, withdrawal, shunga o'xshaganlar turadi. Endi bu yangi akkaunt bo'lgani uchun o'ng tomonda tepada mana o'rtada siz o'zingizning profilingizga so'ralgan hujjatlarni yana qo'shimcha tasdiqlashlarda o'tishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda email, keyingisi telefon nomeriga WhatsApp ulangan bo'lsa ancha osonroq bo'ladi. Keyin hop, profile information, pasport so'raydi, keyin yashash joyidan guvohnoma so'raydi. Yashash joyidan guvohnomani maslahat beraman. Unga namuna ham qoldiraman pastda. Xo'p, bankda viza karta ochirgan bo'lsangiz, shu viza karta mana shu manzilda yashovchi shu odamga tegishli degan ma'lumot bo'lgani ma'qul. Juda ham oson o'tadi. Отчество bo'lmagani ma'qul. O'sha hujjatda ba'zi bir banklar отчество bilan beradi, ba'zi birlari отчествosiz beradi. Ya'ni otasining ismi ko'rsatilmagan bo'lishi kerak. Xo'p, endi ularni kiritganingizdan keyin juda ham sodda holat. Akkaunt ochish, real akkaunt ham, demo akkaunt ham ochish bir xil bo'ladi. Open new accountdan. Xo'p, aynan prosini maslahat beraman. Spread ancha kam, komissiya ham yo'q, lekin depozit $200 dan boshlanadi. Qolganlari ham yaxshi. Xo'p, davom ettiraman. Men ochmoqchi bo'lganim demo yoki real bo'lishi mumkin. Deylik, hozir demoda ko'rsatadigan bo'lsam, leverageda 1 ga 100 yoki 1 ga 200 farqi yo'q, o'zingizga moslab qo'yaverasiz. Sizda riskka amal qilishda o'rgatganman video darsliklarda. Shuning uchun unaqangi muammo bo'lmaydi sizda. Xo'p, endi starting balance bu bo'ladi deylik $10,000. $10,000 AQSh dollarida instant va siz market ochishingiz kerak. Qanaqadir nom qo'yasiz o'zingizga plus parol qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, akkaunt ochganingizdan keyin ko'rinadi. Xo'p, aynan bu demodagi bo'lgan bo'lsa, realga ham bitta ochib misol qilib ko'rsatadigan bo'lsam. Xo'p, real bunaqa. E'tibor bering, boshlang'ich summa yo'q, chunki buni kartadan depozit qilasiz. Protsess bir xil. Bo'ldi, ochildi. Realimiz ham ochildi, demoimiz ham ochildi. Xo'p, aynan realga depozit qilish uchun depozit bo'limini bosasizda. Xo'p, bank kartasini tanlaysiz. Eng osoni bank kartasi. Bank kartasini tanlash qachon bo'ladi? Siz verifikatsiyadan o'tganingizda. Xo'p, endi buni ulashda ko'rsataman. Ulashda ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, telefoningizda MetaTrader 5 platformasini ochib olasiz. MetaTrader 5 platformasiga ulash ancha oson. Xo'p, siz ulamoqchi bo'lgan akkauntni ana bizda demo, mana MT5 Pro,
242, 301, 962 hozir ochganimiz o'ng tomonda oxirida 3 ta nuqta turadi. Account information ruschasiga shu ma'lumotlar turadi. Demak, bu yerdan bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar server va login bo'ladi. MetaTrader 5 da brokerimizning nomini yozamiz. Demak, Exnes Technologies Ltd bo'ladi va bizda server tanlaymiz. Serverimiz demak MT5 Trial ekan. Keyin kiritishimiz kerak bo'lgan narsa login. Loginni ko'rsatib beryapti. 242, 242, 301, 962 va biz o'zimiz kiritgan parol bo'ladi. Va bo'ldi, akkauntimiz ulandi. Endi xo'p, sizda esingizda bo'lsa, men hisoblashda yoki boshqa narsani o'rgatgan edim. Endi savdo ochishda ham birdaniga ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, deylik yevro dollarga kalkulyatordan hisoblaysiz. Yevro dollarga accountingiz dollarda 5000 dollar plyus bor. 2% risk qilasiz. Stop lossingiz 30 punkt deylik. Siz 0.33 lotda ochishingiz kerak bo'ladi. Siz nima qilasiz? Yevro dollarda tanlaysiz. Uni topib turib, demak, sell bilan buy joyi turibdi. Tepada mana o'ng tomonda eng oxirida magnitli joydan ochib olaman, yo bo'lmasam торговляdan ochishim mumkin bo'ladi. Aynan mana bu 0.33 lot bizda mana ob'yomda kirishimiz bo'ladi. Ya'ni 1 turadi odatda yoki eng oxirgi ochgan lotingiz turadi. Undan keyin stop lossni va take profitni belgilashingiz mumkin bo'ladi. Sell bo'lsa sell, buy bo'lsa buy'ni kiritib savdo ochishingiz mumkin bo'ladi. Hozir bozor bekligi uchun savdo ocholmaymiz. Xo'p, quyidagicha bo'ldi. Siz endi savdo qilishga tayyorsiz. Agar boshqa brokerdan foydalanaman deydigan bo'lsangiz, uni ham iloji bor. Bizda yana qo'shimcha ishonchli brokerlar bor. Masalan, A-Markets bo'lishi mumkin. Uni ham havolasi berilgan. Ko'rishingiz mumkin. Quyidagi havola orqali o'tishingiz mumkin bo'ladi. Yana agar umuman boshqa brokerdan foydalanaman desangiz, internetda brokerlarda savdo qilish yoki brokerlar, top brokerlar deb yozib topishingiz mumkin bo'ladi. Aynan o'zim foydalanganim shu A-Markets bilan Exnesdan foydalanaman. XM ham yaxshi. Oanda bilan IC Marketsga keladigan bo'lsak, ular topoviy brokerlar uchun, ya'ni balansi ancha yuqori bo'lgan brokerlar uchun ancha ishonchli hisoblanadi. Bizga shularda o'zi yetarli.